Qizim. Yaxshimisan? Yaxshi. Ada, men sizni sog'inib ketdim. Men ham sog'indim, qizim. Xayr, oyi. Yaxshi borib kelinglar. Vohliba kelinglar. Xo'p. Ki qizim. Parkka boramizmi? Ha. Hozir sen bilan parkka boramiz. Ha, opa. Nima bolani berib yordingiz? Ajrashdingiz. Baloban bolani otasi bilan qoldirishga. Bolam otang mamni qish qilgan, o'shancha ajrashdik deb bolaga yomonlab tashlamaysizmi nima qilganlarini aytib. Sharti kelsa bolani berib yubormasdan. Katta bo'lsa o'shanga qarab muomala qiladi. Erim men bilan ajrashdi degani, bolasini tashlab ketdi degani emas. Biz bir-birimiz bilan kelisha olmadik degani, bolamga otasini yomonlashim kerak degani emas. Shu bola shu insondan tug'ilgan. Otasini yomonlab, unga nisbatan bolamda nafrat uyg'otishga havo qilaman singlim. Bola faqat meniki emas. Men kelisha olmadim, ajrashdik. Buni bolam biladi. Lekin hech qachon bolamga otasini yomonlamayman. Aksincha, otasi haqida maqtab gapiraman. Otasini yaxshi inson deb ta'riflayman. Men otangga arzimadim deb qo'ya qolaman. Hozir bolani otasidan ajratib, yarim ko'ngil qilib o'stirgandan ko'ra, otasi haqida yaxshi gaplar eshitib, faxrlanib katta bo'lgani yaxshi. Shuning uchun bolamni hech qachon otasidan ajratmayman. Siz menga men xohlagan sharoitni qilib berishingiz kerak. Tushundingizmi? Men yaxshi yashashni xohlayman. Siz erkakmisiz? Sharoitimni qilib bering. Erkak kishi degan ayoliga hamma narsa qilib beradi sharoitini. Tushundingizmi? Bu sizning vazifangiz. Ne orzu havaslarim bor. Amalga oshirib bering. Men seni hamma orzu havaslaringni amalga oshirishga majburmanmi? Ha, majbursiz. Erkakmisiz o'zi? Qilib bering. Seni uy-joy bilan ta'minlashim, kiyim-kechak bilan ta'minlashim, ro'zg'or, oziq-ovqatingni qilib berishim, nafaqa pulini berishim va boshqa asosiy ehtiyojlaringni qondirishim meni vazifam. Lekin u seni nafsingga yoqadigan orzu havasingni qilib berishga men majbur emasman. Siz erkaksiz. Majbursiz. Majburman? Menga qara. Mana bu kiyim-kechaklaringni ko'ryapsanmi? Ha? Voy, 5 ta 6 ta kiyim alishtirasan bir oyda. Hammasi faqat sen uchun. Men bu yoqda faqat sening ehtiyojlaringni qondirish uchun umrimni o'tkazayman. Men bir oyda bir marta kiyinsam, sen 3 marta kiyinasan. Erkak kishining bo'ynidagi vazifasi ayolini uy bilan ta'minlash. Uying bormi? Bor. Kiyim-kechak bilan ta'minlash. Kiyim-kechaklaring menikidan ko'p. Ro'zg'oringni but qilib berish. Xudoga shukr, ro'zg'oringda bironta kamchiligi yo'q. Ayoli kasal bo'lib qolganda dori-darmon bilan ta'minlash. Hattoki seni ota-onang kelib turib sendan xabar ola olmayotgan bo'lsa ham, lekin men har doim sening yoningda sen uchun qayg'uraman. Erkak kishi ayoliga nafaqa puli berib turish kerak. Qo'limga har doim pul tushishi bilan men seni xursand qilishga harakat qilaman. Yana qanaqa hayot kerak senga? Men bo'ynimdagi qarzlarimdan qutulgan insonman. Boriga shukr qilib yashamaslik shaytoniy xislat bo'ladi. Erkak kishi degani oilada hamma narsani qilishga majbur. Ayolini orzu havasini ham amalga oshirishga majbur inson degani emas. Sen o'zingni nafsingga yoqadigan narsalarni meni bo'ynimga yuklamayman. Menga qara. Tisib kelgan. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mashina sizdanmi? Meniki. Iltimos, shunda olib tura olasizmi? Hozir bu yoqqa yuk mashina kiradi-da. Uni narsalarini tashib yuborishimiz kerak edi. Ha, bo'ldi. Rahmat. Menga bitta bardak choy bilan bitta ice baklava bering, iltimos. Xo'p, bo'ladi. Onasi sumka tayyor bo'lgan bo'lsa, pastga olib tushib ber. Iltimos, onasi olib tushib bergan. Ha, pastdaman. Xo'p. O'li xotin qo'li. Nima deganing bu? Ya ayol kishiga ham iltimos deydimi? Bittada olib tushib ber bo'ldi desang, o'lib qolasan-a sanami? Nima? Ayol kishiga iltimosda xotin qo'li bo'lib qoladimi? Kanishni. Ko'chadagilarga yoqish uchun, ishing bitish uchun iltimos kanda qilmaysan, uyalmaysan. Lekin ayolingga kelganda uyalasanmi? Iltimos qilishlik uyatlish emas. Ayolga hurmat, izzat, ikrom degani. Bir og'iz ayolingga sen iltimos bilan murojaat qilgan, senga bo'lgan hurmatni qanaqa oshishini ko'rasan. Adasi qaravoring. Hozir
Menga bitta suv olib kelib. Iltimos. Adasi, meva kesib bering, yeysizmi? Mayli. Bugun kechqurun siz yaxshi ko'rgan qattiq pishiraman, xo'p? Ikkalamizga maza qilib yeymiz. Xo'p. Bir og'iz iltimos bilan hech kim kam bo'lmas ekan. Lekin hurmat yana ham oshar ekan. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Yaxshi, rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Rahmat, bo'ladi. Siz ham menga befarqmatligingizni bilgandim. Bu ish ikkalamizga ham yaxshi bo'ladi. Men ishlarim yaxshi bo'lib ketib, mashina olgunimgacha, yaxshi ishlagunimgacha ancha qiyinchilik ko'rganman. Bu kunlarga yetguncha ayolim bilan ikkalamizdan ne kunlarni ko'rmadik. Ayolim meni ishlarim yaxshi bo'lib ketib, endi oyoqqa turgunimgacha rosa sabr qildi. Men pul olib qo'y. Kvartiraga pul to'ladim. Uyga ro'zg'orlik qilib qo'ydim. Endi qolgani shu. Xudo xohlasa bu pullarni yig'ib uy olamiz. Nasib. Men ham sizga yordam beraman. Qanaqa yordam bermoqchisan? Duolarim bilan yordam beraman. Xudo xohlasa. Aytgancha bugun oyimga borib kelsam maylimi? Ma. Yo'q, bu ko'p menga. 10 mingdan bersangiz yetadi. Yo'q, taksida borib kelasan. Yo'q, yetadi. Metroda borib kelaman. Bo'pti, rahmat. Mayli, yaxshi borib keling. Xo'p. Adasi, men bu pulni olib qo'ying. Uy olamiz deb yig'ayotgan pulimizga qo'shib qo'yasiz. Qayerdan keldi bu pul? Qo'shnimizda tort pishirib bering degandilar. Pishirib bergandim, tortni yoqibdi ularga. Keyin pulini 2 barobar qilib berdilar. Xo'p. Rahmat. Oxirgi tashlagan ko'ylagining narxi qancha ekan? 1,5 million. Nima? Buncha qimmat? A uni oldingizchi? 500 ming? Ha, bo'ladi. Chiroyli ekan. O'shandan zakaz qilmoqchiman. Rahmat. Endi ishlarim zo'r bo'lib ketib, tegimga mashina olib, yaxshi bitta ishni ushlab, yaxshi pul topayotganimda ayolimga xiyonat qiling. O'zingizni ayolimning o'rniga qo'yib ko'ring. Siz meni ayolim bo'lsangiz-da, bitta erkak uchun butun umringizni sarflasangiz. U bilan birgalikda qiyinchiliklarni hammasini ko'rsangiz. Endi oyog'iga turib ketib, yaxshi pul topib, zo'r ishlarni yo'lga qo'yganda, men ham boshqasi bilan donlashib yursam, sizga xiyonat qilib. Bu narsani qanaqa qabul qilardingiz? Bilaman, bitta ishda ishlaymiz. Lekin men ayolimga xiyonat qilishni xohlamayman. Iloji bo'lsa faqat ish yuzasidan gaplashaylik. Sizni tushundim. Ming bor uzr. Siz bilan faqat ish yuzasidan gaplashamiz. Oydaki. Men pulni olib kechqurun keladigan Farrosh opaga berib qo'ying. Yaqinda o'g'lini to'yi ekan. Harni bizdan yordam bo'lsin. Bunaqa pullarni ehson qilishga yetib kelish ham oson bo'lmagan bo'lsa kerak-a. Hammasiga sababchi ayolim. Tuxumdan boshqa hech narsa yo'q degan. Bir amallab shuni pishirib turgan. Kechqurun nasib qilsa bozorlik qilib kelaman. Adasman sizga har doim ishonganman. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Qaddingizni ko'taring. Men ustaman. Oila sharoitim ham bunaqa zo'r emas. Lekin oilamdagi kamchilikni yo'q qilish uchun o'zimni o'qqa cho'g'ga urdim. Har xil ishlarda ishladim. Dastavkada ishladim. Hattoki oilam uchun mardikorchilik ham, gruzchilik ham qildim. Erkak kishi qila oladigan har bir ishni qildim. Ayolim esa tinmay duo qildi. Ey Allohim, hojam ishlarini rivojini bergin. O'zing hamma narsani berguvchi zotsan. Ularga barokatingni ortig'i, afzali bilan bergin. Har qanaqa holatda ham ularning yonida bo'lishimga kuch ber. Tinimsiz harakat va ayolimning duolari orqali ishlarim yurishib, o'z tijoratimni boshladim. Menga Italiyadan olib kelgan ko'chatlaringiz yoqdi. Hamkorlik qilishga nima deysiz? Yaxshi bo'lardi. Boshladik.
Ayolim men bilan birgalikda boriga shukr qilib, yo'g'iga sabr qilib yashadi. Boshqa ayollarga o'xshab noshukurchilik qilib, hayot yo'llarining yarmida meni tashlab ketmadi. Nimaga qo'l urgan bo'lsam, ayolimning duosi orqali ishlarim o'ngidan kelishni boshladi. Soliha ayolim esa mening hayotimning tubdan o'zgarishiga katta sababchi bo'ldi. Italiyadan har xil turdagi ko'chatlarni olib kirishni boshladim. Ishonchli hamkor topdim. Birgalikda 300 dan ortiq o'simliklar, ko'chatlar, 30 dan ortiq archalarning turlarini olib kirishni boshladik. Hozirgi kungacha 5000 dan ortiq insonlarning uylariga landshaft dizayn qilib berdik. Shahardagi katta biznesmenlardan bo'ldim. Shu kungacha nimalarga erishgan bo'lsam, meni duo qilgan onajonim va sabrli ayolim sababli erishdim. Va shunda tushunib yetdimki, Agar erkak kishini ayoli yaxshi bo'lsa, hamma narsaga erishtiradi. Hattoki jannatga ham. To'rtunda man tashab chiqa qoling. agar ayol yaxshi bo'lsa, erkakni hamma narsaga erishtiradi. Hattoki jannatga ham. Ayolim bo'lib turib, sen meni hech tushunmaysan. Tushunmayman shunaqa. Tushunishni xohlamayman ham. Doim siz yaxshimi yomon bo'lib qolaveraman. O'z ayoling bo'lib turib, seni tushunmasa, bundan og'ir bo'lmas ekan. Tashqariga chiqib kelay. Adasi, sizga hozir qiyin, tushunaman. Menga siz o'zingiz bo'lsangiz bo'ldi. Men har qanaqa holatda ham sizni tushunib, siz yoningizda bo'laman. Boringga shukr onasi. Oshunda ishlarimni bitirib oling, o'taman. Gaplashamiz. Uni ranjitma. U senga faqat vaqtincha mehmon. Yaqinda biz bilan bo'ladi. Yaqinda biz bilan bo'ladi. Uni ranjitma. Biz jannatdagi hurlarimiz. Xayriyat tushmagan. Men kechiring. Men sizga boshqa ozor bermayman. Qaysi ayol eriga ozor bersa, uni jannatdagi hurlari o'sha ayolni la'natlar ekan. Men kechiring. Men siz bilan jannatlarda ham birga bo'lishni xohlayman. Uni ranjitma. U senga faqat vaqtincha mehmon. Yaqinda biz bilan bo'ladi. Alo. Eshitdimi? Molni olib borib berib, yana o'zi pulni olib oladi. Ha, Oydek. 57 ming bo'lish kerak. Biladi o'zi, yozib yuborganman-ku. Aytib qo'yganman hisob kitobini tashlab. Mollar vaqti-vaqtida chiqsa, kontrol qilgan o'zing. Dokumentlar vaqtida yopilsin. Bo'lyapti o'zi yozib. Mollar vaqti-vaqtida chiqyaptimi? Dokumentlarni vaqtida yopilamaydi. Hammasini o'zing kontrol qilib turing, xo'pmi? Bo'pti. Oydek, yaxshimisan? Sinfdosh. 20 yillik sinfdosh. Qalaysan? Yaxshimisan? Charchashmi ishqilib? Nima shamolni uchirdi endi? O'zim bir seni ko'rgani keldim. Shu ishxonangning oldidan o'tib ketayotgandim. Bir kirib o'tib ketay dedim-da. Bilaman seni nima kelganligini. Gapirishing ham shart emas. Mana ma'nini ol. Bu mayda-chuyda ishatasan. Yetadimi? Yerdan topsangdan sana olgin deyishgan. Nobodda agar yetmasa yana beraman. O'zingning muammolaringni hal qilib oling, xo'p? Muhammad Amin, tushunmadim. Men seni oldinga pul uchun kelganim yo'q. Men seni bu yerga ko'rgani keldim. Menga pul emas, o'zing keraksan. Bitta yaxshi ish boshlagan edik. Haqiqiy toza zamzam suvini biz olib kiryotgandik O'zbekistonga. Shundan ilinuvdim senga ham bitta. Yaqinda hayit dasturxoniga qo'ysa yaxshi bo'ladi deb turdim. Hop. Hammasini doshlarga bitta-bitta tarqatib chiqyotgandim. Men bu topayotgan puling seni quturtirib yuboribdi. Keyin ham bitta narsa. Bu
insonni sinash uchun berilgan bir mata hisoblanadi, bilasanmi? Bugun sanda bo'lsa, ertaga bo'lmasligi mumkin. Asl basharasini inson pul topganda ko'rsatadi. Mana bunaqa pulingga oshna bo'ladigan o'rtoqlaringga o'xshatmagan. Tushundingmi? Sog' bo'l.